Assalomu alaykum. Mening ismim Ruslan. Bugun biz shunchaki tarixni o'qimaymiz, balki ming yillar ortiga qaytib, insoniyat tafakkuri shakllangan qadimiy o'lkalarga sayohat qilamiz. Birinchi manzilimiz sirli va muhtasham qadimgi Hindiston. Bu yerda falsafa, vedalar, ya'ni muqaddas bilimlar bilan boshlangan. Ushbu qo'lyozmalarda koinot sirlari, din, axloq va inson ruhiyati haqidagi ilk qarashlar bayon etilgan. Hind falsafasi vedalarga bo'lgan munosabatiga ko'ra ikki katta guruhga bo'linadi. Ularni muqaddas deb tan oluvchi Astika va ularni rad etuvchi Nastika maktablari. Hozir esa so'z navbatini ushbu bilimlarning haqiqiy egalariga, qadimgi Hind donishmandlariga beramiz. Diqqat bilan tinglang. Salom, kelajak avlod. Men ming yillar ortidan sado bermoqdaman. Bizning yurtimizda haqiqiy bilim vedalar deb ataladi. Bu so'z bilish ma'nosini anglatadi. Men sizga Rigveda va Upanishadalar haqida so'zlab beraman. Rigveda eng qadimgi gimnlar to'plami bo'lsa, Upanishadalar falsafiy mulohazalarning choqqisidir. Biz dunyoni ikki qismga bo'lamiz: moddiy borliq, prakriti va ilohiy ruh, Purusha. Inson hayotining maqsadi mana shu ikki mohiyatni anglashdir. Bizning oramizda vedalarni muqaddas deb biluvchi Astika maktablari va ularga shubha bilan qarovchi buddizm kabi Nastika yo'nalishlari bor. Bu bizning tafakkur erkinligimiz ramzidir. Masalan, Sankhya maktabida biz olam modda va ruhning o'zaro bog'liqligidan iborat ekanini o'rgatamiz. Buyuk Beruniy bobongiz ham mening so'zlarimni o'zining Hindiston asarida tasdiqlagan bo'lur edi. Bilim chegarasizdir, u daryolar kabi oqib o'tadi. Endi esa Nil daryosi bo'yidagi hamkasblarim, qadimgi Misr donishmandlarini tinglash vaqti keldi. Sayohatimiz davom etadi. Xush kelibsiz, kelajak vakillari. Men piramidalar va osmon sirlari hukmron bo'lgan Nil bo'yidanman. Bizning o'lkamizda falsafa ikki yo'lda rivojlandi. Birinchisi, bu aniq fanlar. Biz yulduzlarni kuzatib astronomiyani, yer o'lchash orqali riyoziyotni yaratdik. Biz dunyoni mantiq va aniq dalillar bilan tushunishga intilamiz. Bu bizning tabiiy ilmiy falsafamizdir. Bundan tashqari bizning falsafamizning markazida mat tushunchasi, koinotdagi tartib, adolat va muvozanat turadi. Har bir inson o'z hayotini shu muvozanatga moslab qurishi lozim deb hisoblaganmiz. Ikkinchi yo'limiz muqaddas afsonalardir. Biz tabiat qushlarini ilohiy qushlar deb bilamiz. Bizning qadimiy bitiklarimizda, masalan, Mugannining qoshigida hayotning o'tkinchiligi va inson ruhining mohiyati haqida chuqur falsafiy o'ylar yashirin. Bizda dunyoviy bilimlar va ilohiy e'tiqod bir butun bo'lib birlashgan. Bizning hikmatlarimiz insoniyat tamaddunining ilk poydevoridir. Bu bilimlar aslar o'sha sizga ham yo'l ko'rsatadi. Kelajakni qurishda 60 saboqlarni unutmang. Zero haqiqiy bilim va hikmat vaqt sinovidan o'tgan haqiqatlarda yashirin. Salomat bo'ling, aziz avlodlar. Mana ko'rib turganingizdek, qadimgi Hindiston, Misr va Bobil falsafasi shunchaki 60 dagi qissa emas. Bu insoniyatning aql va ruhni birlashtirishga bo'lgan ilk va eng buyuk urinishidir. Hindistonning ruhsiyati, Misr va Bobilning ilmiy va mifologik qarashlari bugungi dunyoqarashimizning tamal to'shidir. Garchi biz bugun yuqori texnologiyalar asrida yashasak-da, ularning ming yillar avvalgi savollari hamon bizni chuqur o'yga toldiradi. Umid qilamanki, bu qisqa sayohat sizga qadimgi sharq hikmatlarini yaxshiroq tushunishga yordam berdi. Seminarimiz o'z nihoyasiga yetdi, lekin bilim olish yo'limiz hamisha ochiq. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Zero haqiqiy bilim va hikmat vaqt sinovidan o'tgan haqiqatlarda yashirin. Salomat bo'ling, aziz bilim izlovchilar. Keyingi darslarda ko'rishguncha